Assalomu alaykum, ahli musulmon. Assalomu alaykum Namangan, assalomu alaykum Andijon. Bu narsani chiqarishimdan maqsad birinchi o'rinda bir tojikistonlik odam gapiribdi. Ana tojiklarga yozolmaysanmi deb yozibdi-da. U odam o'zi, men bu atvet emas, bu o'zi prosta men u odamga maslahat bermoqchiman xolos. Tojikistonga. Men o'zim Tojikistondanman, Konibodondanman, massa zavodda oldida. Endi men demoqchimanki, u odam bitta ikkita jinniroq bolalar bor. Endi jinniroq bola tojiklarga ham yozmaysanlarmi deb gapiribdi. Shu tojikistonlik okaga aytib qo'ymoqchi edim. Tojikistonlik oka, u endi o'zlarini problemasi, Namangan bilan Andijonni, Namanganlik bolalar o'zini uchun so'rab olibdi. Bitta andijonlik bola Namanganda yurasan deb gapirgan gapiga, yo bu yerda qor qiz uchun emas, qor qiz kiyimini kiyib yurganligi bolalar uzr so'rab chiqibdi. Men bu videoni boshdan boshlab ko'raman. Prosta endi tojiklarni so'kmaysanlarmi deb gapirgan gapingizga atvet. Bu bola andijonlik bola, u yana gapirib turibdi. Prosta endi o'ylanda, mana O'zbekiston degan, O'zbekistonda hammamiz qiziqamiz. Mana Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonda yurganlargacha hamma qiziqadi. Ular o'zbekistonliklar to'g'ri ozgina ko'ngli bo'sh, sal uncha narsa qilmaydi-da. Ochiq ko'ngil, sal bo'shroq desa bo'ladi. Ularda как davlat boy. Bizda davlatimiz O'zbekistondagi emas. Qurolli kuch bo'yicha ham Tojikistonni ham, Qirg'izistonni ham, Qozog'istonni ham karabisi yutadi O'zbekiston. Prosta men o'zim Tojikistondanman. Prosta men o'zim qanchadan bir qiziqaman O'zbekistonga. O'zbekiston o'zimni otam o'sgan joyda O'zbekistonda, otam o'zbekistonlik bo'lgan. O'shaning uchun men tojikistonlik onam bo'lgani uchun men Tojikistonda qolganmiz. Men demoqchimanki, bu gapimni Tojikistonlikka so'kinmaysan. Hozir Tojikistonlikka yana bitta so'ksa, ko'rsiz. Bo'lar bo'lmas o'zbekni ushlaydi. Bu yerda Tojikistondagi o'zbek odam aytibdi. Tojiklarga so'kmaysanlarmi, atvet yozmaysanlarmi? Hozir ular so'kishga so'kayveradi. Xotirjam so'karadi. Bu yerda YouTube mana telefon kamerasini orqasida hamma giroy so'kib tashlayveradi O'zbekistonda turib. Ertaga kim siradat qiladi? Bu yerda prosta Tojikistondagi o'zbeklarga shuni keladi, o'zbekmisan, dang qoqib ketadi. Biz keyin yana Qirg'izistonga o'xshab turib, Qirg'izistonda Qorasuvda O'zbekistondan bozor qilgan o'tganda o'zbeklarni Qirg'izistonlik o'zbeklar o'zinikini o'ziga narsa qilib berib, ushlab berib, O'zbekistondan o'tganlar, endi tovar olgani o'tganlarni ushlab bergan, militsiyalarga shunaqa qilib 50 qilib pul ushlab yurgan bolalar bo'lgan. O'shalar bilan shuni mana Xudo ko'rsatdi. Hozir biz ham Tojikistonda moshina arzon, bunaqa va bizda moshina, pul, hamma narsa nima qizig'i bor? Tinchlikka yetmaydi-ku. Tinchgina O'zbekiston. Hech kimdan kamchilik joti yo'q O'zbekiston. Ekonomika bo'yicha ham bizda mana Tojikistonda bitta GES qurish uchun qanchadan bir vaqt ketkazibdi. Yo Tojikistonda mana mustaqillik bo'lganidan birorta zavod qurildimi Qirg'izistonda? Hop Qozog'istonda qurilgandir. Qozog'iston endi oldindan bir как Belorussiyaga o'xshab turib, Rossiya Putin yaxshi deb turib, Белый sarni qo'lidan o'pib yuribdi. Mana как Belorussiyaning prezidenti bilan Qozog'istonning prezidenti Putinni qo'lidan o'pib yuraveradi. Endi Tojikistonning prezidenti endi bo'sh kelmadi. Qirg'izistonning prezidenti bo'shga keladi hozir. Qirg'iztonniki ham o'tib ketdi-yu. Endi prosta demoqchimanki, endi u Qirg'izistonni yomon deb gapirtganim yo'q. Endi prosta O'zbekistonga aralashmaylik demoqchiman. O'zlaridan u bitta bolaga gapiribdi. Namangandan 32-maktabman deb gapiribdi. O'sha bola gapirgan gapi to'ppa-to'g'ri. Prosta endi demoqchiman, aralashmaylik. Mana shuni aralashaversa, video ko'payadi xolos. Prosta o'zimiz pantovka qilib chiqitgan bo'lamiz. O'zlari biladi.
O'zbekistonliklarning o'zini kallasi bor. Qirg'izistonlik bola ham gapirdi. Положениесlar qayda? Eda положениес emas, hamma narsa o'zlarida. Bitta oddiy bitta soqolli bola turibdi. O'shani ko'rib turibdi. Sallan addalari ham bo'laman. Ko'rinib turibdi, nogiron bola ekan. Hamma O'zbekistondagilar уже hammasi bo'ldi, ko'p yoshlar. Yoshlar bunaqalar qolib ketdi. O'zbekistonliklar ham o'zingna g'aribga как kamsitmagan degan gap bor-ku. Nogironlarga vasil bo'lgan. Hamma nogiron. Pok ham unaqa как dizayner jamoasi ham chiqibdi. Dizayner jamoasi ham endi pok deb yotibdi. Qizilishton, ko'kishtonlar dizaynerdagilar. Hezala salla bitta yaqinda bitta o'zini oilanda bo'lgan voqeani gapirib bersaldi. Kabut hamma nashno qilib turib oilani boqib yuribsan. Oilani sirini ochib, undoq qilib, endi hazil qilib gapirsaldi. Prosta endi ashida ham ashuni haqiqat ekan deb turib odamlar kulib, shuning uchun bilet olib, yana qiziqib kiraveradi. Prosta endi kerak emas. Dizaynerdagilar ham Namangan, Andijon o'zi voy azaldan urushib talashib keladi. Futbolda ham yaqinda futbol как yaqinda Sigandagi futbol chempionatlari boshlansa ham Namangan komandasi Navbahor bilan Andijon komandasi o'ynasa, agar bir-biri bilan o'ynab, как muxlislari, bolельchilar hammasi bir-biriga o'tib, narsa qilib yuradi. Farg'ona bilan bo'lganda, Namanganga kelganda, Farg'ona bilan bo'lganda men o'zim lechni o'zim ko'rganman, telefonda ko'rganman. Bitta mashinani yo'qib, muxlislari yomon. Ertaga Andijon desa, ertaga muxlislari kelgan mahalla muxlislari kerak emas. O'zi bog'dagilar hammamiz qo'shilib va deb turib yo'nitgan olobku, sekin uchitgan olobku, o'zi sekin javrab chachitganlarga yana benzin quyibdi xolosda. Uzr agar biror kishini ko'nglini og'ritgan bo'lsam, uzr o'zbekistonliklar, uzr qozog'istonliklar, uzr. Xullas hammadan uzr. Men hech kimni ko'nglini ranjitish niyatim yo'q edi. Men Tojikistonni Koni Bodomdanman, Qojan. Koni Bodomdanman, Masla zavodda oldidanman. Endi ismimni o'zimni ko'rsatmayotganimni endi o'zim pantovka qilgim kelmibdi. Prosta demoqchimanki, Andijonlik bolalar o'zi tildan yeb qo'ydi, slovarnutsa qilib qo'ydi. Andijonlik bolalar Namanganda yurasa, tinchgina turganda, qor qizingni ko'rsat, даже ko'tdi butulka qo'yib o'tkazgan bolani ham ko'rsatganda ham hech kim hech narsa demagan. Namanganda borganiga Namanganda yurasan deb uribdi. Endi u hammamiz o'zimiz ota-onamiz bor. U bittasi yana kechirmash bo'lga o'xshagan yana как narsada Amir Olim xon shohid taxtida o'tirgan bola kechirim so'rabdi. Kechirim so'radi u bola. U itak как bir andijonli bola. Kiberlaring beda men rosa qidirdim shu fata ko'yna kiygan bolani yonida gapirgan. Namanganda yurasan degan bolani kamerada qidirdim. Yo'q, u bola kameraning orqasida turib olib gapirgan. Hammamiz o'z kameraning orqasida turib olib gapiribdi. Keragi yo'q bolalar. Bestol. Kimdir o'zi biladi. Hamma o'zi biladi. Hammani aytgan, degan bo'laversa, undagi hayotda ham qiziq qolmaydi. Bittasi undaqa kolonkani qo'yib turib, o'zi biladi. Qaydan bu vetti qilib gapiribdi. Kolonkani qo'yib qo'ygan, muzikani sentr kolonkasi. Oneni deb turib xohlasalar, oneni ditgan bo'lsa, Namangan, Andijonga men o'zim turib beraman, shu vodiyga kiradi. Mana O'sh, Xo'jand, polnisi vodiyga kiradi. Vodiyning odamlarini hammasini niyati, hammasi ko'ngli toza odamlar bo'ladi. Vodiyning odamlari. O'zi faqat Farg'ona, Andijon, Namangan emas. O'shgacha, bag'dan Koni Bodom, Xo'jand polni O'shga vodiyga, bunda tog'lar bilan o'ralgan joy, vodiyga kiradigan joy. Отдельно bo'lganda, o'sha agar eslasani
Mustaqil bo'lgan mahalda u Ahmadjon Odilov degan odam bo'lgan, adashmasam, Ahmadjon Odilov degan odam shu pop degan joyi poytaxt qilaman degan. Pop degan joyi poytaxt qilaman, vodiy отдельный respublika bo'ladi deb gapirilgan. Ahmadjon Odilov shu paytda отдельный Farg'ona vodiysi deb turib, o'shanda yovoy bug'lanib kelib, hamma narsani olib kelib narsa qilganda, o'shanda o'zi namanganlik bo'lgan shu odam. Qanaqadir yomon deb turib, keyin yomon otlik qilib chiqaraverishgan. Prosta endi aralashmaylik. Namangan, Andijon. Ertaga biz yomon ko'rinib qolamiz. Hozir Namanganga qo'shilib biz aralashsa yo Andijonga qo'shilib biz aralashsa, o'zi andijonlik bir bola bitta kuti bo'q. O'zi как tildan yeb qo'ydi. Namanganliklar, iltimos, boringlar Andijonga. Boringlar o'sha bolani topinglar. U bolani endi boringlar iltimos deganim bilan u bolani va o'zi ko'rpantaga kirib ketib bo'lgan u bola. Qo'rquvdan o'zi chiqa olmaydi. Qo'rqiz bilan Qorbobo chiqib kechirim so'radigan. Imенно o'sha bola kechirim so'raymi, как so'ramayapti-da. Men prosta demoqchimanki, bu gapim bo'ldi, bolalar, yig'ishtiraylik. Agar gap bo'lmasa, o'zinglar bilasizlar yana. O'zinglar bilasizlar. Niyatingizga yarasha kuninglarni ko'rasizlar, bolachalar. Iltimos, akalar, ukalar. Men demoqchiman, o'ydaman. Bo'pti, uzr.